Butun islom olamida ulug' va muborak sanalgan Ramazon oyi yakunlanib, yurtdoshlarimiz erta tongdan hayit namozini ado etish uchun masjidlar tomon yo'l olishgan. Marg'ilon shahridagi tarixiy Xonaxoh masjidi ham bugun minglab namozxonlarni o'z bag'riga to'pladi. Hayit namoziga yig'ilgan yurtdoshlarimiz uchun barcha zaruriy sharoitlar tayyorlandi. Ibodat avvalida hayit ayyomining fazilatlari, shukronalik va mehr-oqibat borasida suhbatlar tinglandi. Ramazonning oxirgi kunlarida salomat o'tab, oilalarimiz, farzandlarimiz, yaqinlarimiz davrasida nishonlab, yaxshi dam olib, yaxshi kayfiyatda, tinch, xotirjam yana uyg'onib, tahorat usullar bilan, yangi liboslar bilan masjid sari tong sahar kelib o'tirishligimiz xuddi shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislarida yoritilgan bir ko'rinish. Hashamatli masjid sahnida yuzlaridan nur yog'ilgan yurtdoshlarimiz saf olishdi. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Musulmonlar bayramona kayfiyatda hayit namozini ado etishdi. Ibodatlar so'ngida yurt ravnaqi, xalqimiz farovonligi va tinchlik, osoyishtalik uchun duolar qilindi. Marg'ilonliklar va shahar mehmonlari bir-birlarini samimiy muborakbod etib, bayram shodiyonasidan bahramand bo'lishdi. Hisob shukr bo'lsin hammamizga. Mana namozlarda o'qib oldik, hayit namozlarida. Bu kunlarga yetganlar qancha, yetmagan qancha. Endi yurtimizda tinchligini, bardamonligini, bunda barqaror bo'lishini Alloh o'zi nasib qilsin. Xalqimizni inoq qilsin bir-biriga. Hayit bu nafaqat ibodat, balki xalqimiz birdamligi, mehr-oqibatini yanada mustahkamlaydigan ulug' ayyom. Yurtdoshlarimiz bugun muborak kunni ezgu niyatlar, tinchlik va bardavom osoyishtalik tilash bilan qarshi olishmoqda.